Taniqli xonanda Bahrom Nazarov restorandagi tasodifiy tanishuv ortidan mashhurlikka erishgani va katta san'atga qadam qo'ygani haqida so'zlab berdi. Kanalimizni ilk bor ko'rib turgan bo'lsangiz, videoga like bosishni va obuna bo'lishni unutmang. Taniqli xonanda Bahrom Nazarov YouTube'dagi Chotki TV dasturi mehmoni bo'lib, unda ustoz Ozodbek Nazarbekov bilan qanday tanishgani, restoranda ofitsiant bo'lib ishlagani haqida so'zlab berdi. Xonanda Bahrom Nazarov talabalik yillari san'atga qadam qo'yishi haqida eslar ekan, dastlab unda musiqa bo'yicha faqat ijro qobiliyati bor bo'lganini, keyinchalik notalarni o'qib o'zlashtirganini aytadi. Yoshligimdan san'atga qiziqishim baland bo'lgan, oilada otam san'atkor bo'lgan. Bu menga ham o'tgan, lekin shunday bo'lsa-da, musiqa yo'nalishida emas, temir yo'l mutaxassisligi bo'yicha ta'lim olganman. Qo'shiqchilikka kirib kelishdan oldin ustozim Ozodbek Nazarbekovning qo'shiqlarini eshitib, xirgoya qilib yurardim. Asosiy shug'ullanish Ozodbek aka bilan tanishib, ularga shogird bo'lganimdan keyin boshlangan. Shu tarzda bu yerda san'atkor bo'lib shakllandim. Ungacha faqatgina ijro bor edi menda. Notalarni ham bilmas edim. Ozodbek Nazarbekovning yonida yurib qo'ldan kelgancha ancha narsalarni o'rgandim. Talabalik vaqtlarimda uydagilarga og'irligim tushmasligi uchun ham o'qib, ham bir restoranda ofitsiant bo'lib ishlardim. Men ishlaydigan restoranga yaqin bino tibbiyot kollejida Ozodbek akaning prodyuseri Ilyos akaning singlisi o'qir edi. Tushlik mahali tez-tez restoranga ovqatlangani kelib turishar edi. Bir kuni shu qiz Nodira tug'ilgan kunini restoranimizda o'tkazdi. Ilyos aka ham tug'ilgan kunga keldi. Ularga men xizmat qildim. Ishlarni qilib yurish barobarida televizorda Ozodbek Nazarbekovning qo'shiqlarini qo'yib qo'ydim. Qo'shiq so'zlarini aytib yurganimda Ilyos aka mendan san'atga qiziqasizmi deb so'rab qoldi. O'shanda Ilyos aka bilan ozroq suhbatlashdik. Ozodbek akaning raqamini olib, menga aytilgan manzilni topib bordim. Ustozning o'zlari kutib oldi. Temir yo'lda o'qir ekansan, qanday bo'lar ekan xonandalik deganda. So'ng shu vaqtlar o'zim ko'p eshitib yuradigan bir qo'shiqdan parchani aytib berdim. Eshitib o'ylanib qolgan. Aytib bo'lganimdan so'ng ovozing yaxshi ekan dedi. Shundan keyin meni shogirdlikka olgandi. Biroz vaqt mobaynida o'qib o'rganib yurdim. Bir kun oldiga chaqirib bir yo'lni, ya'ni yo xonandalikni yoki temir yo'l sohasini tanlashim kerakligini aytdi. Chunki u paytda ham ofitsiantlik qilardim, bir tomonda o'qish, boshqa tomonda san'at, hammasini eplash qiyin edi. Yo shu yerda qolib o'rgan, o'zim senga yordam beraman yoki narigi ishlaringga e'tibor qarat deganidan so'ng shu bilan ofisda qolib ketdim va ijodga sho'ng'idim deydi xonanda. Onam ancha yillar avval saraton kasalligi bilan og'rib olamdan o'tgan. U paytda 14 yoshda edim. Hamma san'atkor konsertlarda birinchi qatorda onasining o'tirishini, sahnaga chiqishidan oldin yoki keyin onasidan duo olishni, unga gul berishni istaydi. Bir so'z bilan aytganda erishgan yutuqlarimni onam ko'rsin deydi. Shu narsa menga armon bo'ldi, taqdir ekan, umri qisqa bo'ldi. Har viloyatga borganimda ularning qabrlarini ziyorat qilaman. Shukurki otam hayot, yoshlar 70 ga qarab ketyapti. Ularning duosini olib qolishga harakat qilaman. 3 kishining duosi to'siqsiz qabul bo'ladi deyilgan bo'lsa, shulardan birinchisi ota-onaning farzandiga qilgan duosi bo'lar ekan. Otam Andijonda yashaydilar va haligacha ishlaydilar. O'zim ham ularning ishlashi tarafdoriman, chunki uyda o'tirib qolsa kasal bo'lib qolishi mumkin. Har Andijonga to'yga borganimda ularni ko'rib, suhbatlashishga harakat qilaman deydi u. Nima sababdan ba'zi san'atkorlar qo'shiqlarini boshqalar ijro etishini xohlamaydi yoki sudga berishadi? Siz shu masalaga qanday qaraysiz deb berilgan savolga xonanda quyidagicha javob berdi. Qo'shiqlarimni boshqalar aytishidan xursand bo'laman. Bu yaxshi-ku, chunki 50-60 yillik ijodda umrda sizdan qo'shiqlaringiz qoladi. Ertaga olamdan o'tganingizdan keyin ham qo'shiqlaringiz og'izdan og'izga o'tishini yaxshi deb bilaman. O'tmishda ijod qilgan ustozlar Ma'murjon Uzoqov, Komiljon Otaniyozovlarning qo'shig'i bizgacha qanday yetib keldi? Shubhasiz, boshqalar aytib, kuylab kelgan uchun yetib kelgan deydi xonanda. Ma'lumot uchun Bahrom Nazarov 20 yoshida O'zbekiston xalq artisti Ozodbek Nazarbekovning shogirdi bo'lgan. U ilk marta katta sahnada ustozi konsertida Isming nima andijonlik qiz qo'shig'ini ijro etdi. U ustoz ijrosidagi Rayhon senga uylanaman, Layli sendan xafa ana kabi hit taronalarning muallifi. 2014-yilda yaratilgan Ayrildim qo'shig'i uni keng ommaga tanitdi va yil qo'shig'i 2014 nominatsiyasi g'olibi deb topildi.